urushlardan keyin Kaspiy dengizigacha bo'lgan tuproqlar Mo'g'ullarning qo'liga o'tsa ham Chingizxonning Xorazmshohlar bilan urushlari hali tugamagan edi. Xorazmshohlar sultoni Alovuddin Muhammad bu urushlar davrida Kaspiy dengizidagi bir orolga qochib, bu orolda xastalikdan vafot etgan edi. Alovuddin Muhammaddan keyin Xorazmshohlar taxtiga Jaloliddin Xorazmshoh chiqadi. 1221-yilda katta Mo'g'ul qo'mondoni Shiki Xutuxu Jaloliddin bilan bo'lgan Parvon jangida katta mag'lubiyatga uchraydi. Jaloliddin qozongan bu zafar Mo'g'ullarning ilk mag'lubiyati edi va Mo'g'ullarning ham mag'lub bo'lishini isbotlagan bir jang bo'ldi. Chingizxon Jaloliddinni o'ziga katta tahdid deb bilib, shu yilning o'zida butun qo'shini bilan uni mag'lub qildi. Bu mag'lubiyatdan keyin butun Turkiston o'lkasi Mo'g'ullarning qo'liga o'tgan edi. Bu ishg'ollar natijasida Mo'g'ullar yaxshigina o'lja va olimlarni qo'lga kiritdi hamda Osiyodagi eng katta kuchga aylandilar. 1222-yilning bahoriga kelib Kavkaziya va Kuman Qipchoq yurtiga ham yurishlar boshlandi. Chingizxon Ozarbayjon va Kavkaz yerlarini bosib o'tayotganda barcha shaharlarni talon-taroj qilib, katta o'lja qo'lga kiritgan edi. Mo'g'ullar shimolga qarab yurishlarini davom ettirdilar. Ammo Chingizxon hisobga olmagan bir narsa bor edi. Kavkaz qabilalari bilan ittifoqda bo'lgan Qipchoqlar. Chingizxon Qipchoqlarga xabar yuborib, kelishuv evaziga ularga hujum qilmasligi, ularga kerakli mol, mulk va pulni ham berishini aytdi. Qipchoqlarning yo'lboshchisi bosh sarkarda Konchak va uning o'g'li Yuriji ularni bu so'ziga ishonib, Kavkaz qabilalari bilan tuzgan ittifoqlaridan chiqib ketishdi. Bu voqealardan ko'p o'tmay Chingizxon o'zi tuzgan bu bitimga xiyonat qilib, Qipchoq yurtiga hujum qildi. Kelishuv evaziga Qipchoqlarga to'langan mol, mulk va puldan bir necha barobar ko'pini ulardan qaytarib olarkan, o'tgan har bir shaharga o't yoqib, askarlarga talon-taroj qilish buyrug'ini berdi. Mag'lubiyatni hazm qila olmagan Qipchoqlar rus knyazlaridan yordam so'raganda, Chingizxon ruslarga bir ma'noda endi navbat sizga kelmaydimi degan edi. Baribir Qipchoqlardan keyin navbat o'zlariga kelishini bilgan ruslar Qipchoqlar bilan birlashib Mo'g'ullarga qarshi jang ochdilar. Taraflar o'rtasida boshlangan va tarixda Kalka jangi nomini olgan bu jangda Mo'g'ullar o'zlarini chekinish taktikasini qo'llab, ortga chekinishdi va dushmanlarini 8 kun davomida kutishdi. 8 kundan so'ng Subutoy va No'yon boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shini birdan hujumga o'tdi. Qisqa davom etgan jangdan so'ng Mo'g'ullar g'alaba qozondilar. Kalka jangi Qipchoqlarni Qora dengiz chimolidan chiqarib yuborgan jarayonni boshlanishi bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan ikkiga bo'lingan Qipchoqlar Bolqonlar va Kavkazga ko'chib keta boshladilar. Bu safarlar davomida o'tgan barcha shaharlarni yoqib kuydirgan Mo'g'ullar endi dunyo boshiga tushgan eng katta falokat sifatida ko'rila boshlandi. 1223-yilda Chingizxon o'z yurtiga qaytishga qaror qilarkan, allaqachon 60 yoshdan oshgan bo'lib, o'zini ancha charchagan his qilardi. O'g'illar